Hoy yigitcha. Hoy yigitcha. Ayol o'sin. Nima, qulog'ing qon bitganmi? Assalomu alaykum ota. Narigi tomonga o'tkazib qo'ying. Va alaykum assalom. O'zing o'tolmadingmi, ha? O'qib ketay dedim. Menga chaqol. Nega bo'ldingmi? Bundim. Ha, barakalla. Qani ketdik. Shu. Xo'sh, qayerlisan? Kimni bolasisan? Qo'qobosh yetimman otajon. Yerga nonim, borarga joyim yo'q. Qishloqlarni aylanib, rizqimni terib yuribman. Xafa bo'lma. Bu zamonda yetim bitta sen emassan. Xudo xolasa bir kun emas, bir kun baxting ochilib, u kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan. Ajabmas bolam. Aytganingiz kelsin. Bolam. Yetimni ko'rgan kuni qursin. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman oy. O'tolmayman oy. Xotin arriq manzili uzoq yetolmayman oy. Otga qarashni bilmaysanlar. Tekin tomonlar. Yaxshilar cho'miltirib tarab qo'ylaring. Otga mindiring. Xo'p, bo'ladi, turam. Qani, chiqa qoling. Mahkam ushlang. Barakalla. Ha, bo'riboyvachcha. Chavandoz. Xo'sh. Olma terishni bilasanmi? Bilaman boyota. Bilarmishlar. Xo'sh, indan keyinchi. Yaxshilab teraman. Yaxshilab terarmishlar. Tag'in toshingni terdib haydab yubormay. Xizmat haqqingga olma olasan. Shunga rozimisan? Mayli boyota. Oyiga 2,7 qado olma beraman. Xom pishiq aralash. Xom pishiq aralashmi? Mayli boyota. Xo'sh. Indan keyinchi? Undan keyin boyota. Endi savdomiz pishdi. Muddo shuki, shariat yuzasidan mol sotganda hamma aybini aytib sotsa halol bo'lar ekan. Bir aybim bor. Shuni boshdan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Siyg'omisan, tutqaromisan? Aybim shuki, yoshligimdan odat bo'lib qolgan. Har zamonda shu bexosdan yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda koymasangiz bas. Xizmat haqqi mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. O bu bachchag'are. Jaqu ko'rinadi, ha? Mayli. Lekin yolg'onni kamroq gapir. Xo'p, bo'ladi boyota. Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashay. Yallama yorim yallola shay. Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashay. Yallama yorim yallola shay. Xo'sh, indan keyinchi? Ushtami to'rtta bo'lvalishib hasratlashay. Assalomu alaykum.
boyata haligi qandil pishibdi. Qandil pishibdimi? Xo'sh, indan keyinchi? Undan keyin terish kerak. Terish kerak. Indan keyinchi? Undan keyin sotish kerak. Sotish kerak. Indan keyinchi? Undan keyin qaydan bilmadim. Bilmadim degin. Bilmasang nima qilib ishlamaysan, diralar yuribsan. Ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Endi tushundim, yeyish kerak. Xapsanimi? Ish qora, shoshmaytir. Xo'jayin rosa ayshini surib yotibdi. Qayoqqa ketgan ekanlar, a? Chuvalachidagi suyukli xotinchasini oldiga-da. Kelasga ham kelmay qo'ydi. Olmalar to'kilib, bekorga nes nobud bo'lyapti. Ixtiyor poyni o'zida. Ter desa teraveramiz-da. Borib ruxsat so'rab kelish kerak. Unda o'zing bor. Indan keyin deyaverib odamni xit qilib yuboradi. Menga nima? Bir gap aytaymi? Xo'sh, Men borib kela qolay, a? seni? Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qanchoq. Bormay ota. Bor bo'l o'g'lim. Boyata, ana yetimcha keldi. Chiqaversinmi? Bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Berroki. Assalomu alaykum, boyata. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgan keldim, boyata. Sog'inib qoldik. Xabar olib kelgan deb yuborishdi. Yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekorga kelmagan bo'lsang kerak. Bitta yarimta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi anavi dandan sopli pichog'ingiz bor-ku. O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, undan keyinchi nima qilibsindi? Ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Tozi tersini shilyotuvdi, suyagiga tegib sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozimi terisini nimaga shildilaring? Shoshib qoldik deb boyata. O'lgandan keyin terisi uvol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaringga nalatar, itim nima qilib o'ldi? Harom o'lgan otning go'shtidan buku o'ldi. Harom o'lgan otning go'shti qayerda ekan? Harom o'lgan otning go'shtini kim berdi? Begona ot emas, o'zimizni to'ri qasqani go'shti. O'shani yeb buku o'ldi. Xo'jayin. Hey, bola, og'zingga qarab gapir. To'ri qashqa o'ldi deysanmi? Yo'q, Parvardigor, nima qilib o'ldi? Xomlik qilib o'ldi. Nimaga xomlik qilib o'ladi? O'ylab gapiryapsanmi? Bo'lmasa-chi, to'riga hech arava qo'shilmagan ekan. Aravaga qo'shib suv tashigandek zo'rqib o'lib qoldi. Voy, yaramas, nimalarni voldiraversan? Uyda shuncha ot turganda, kelib boqib qo'ygan uloqcha otim bilan suv tashiysanlarmi? Ablaqlar! Boyata, o't ketganda uloqchiligiga qarab o'tiradimi? Bir chelak o'sa ham suv tashiyveradi. Voy, yo Parvardigor, sho'rim qurib qopti-yu. Sho'rim qurib qopti. Voy, jinni pinimisan bola. O't tushdi deysanmi?
Qayerga o't tushdi? Nimaga o't tushadi? Nimalar yondi? Yuz kuydi xo'jayin. Ja katta yong'in bo'ldi. Uzoq yondi. Qo'rg'onch, qo'rg'on. Qo'rg'on ham yondi. Ombor ham yondi. Otlaringiz o'ldi. Sho'g'iz ham sindi. Voy sho'rim. Yig'laman boyota. Xonavayron Boshing omon bo'lmay. bo'lsa. Turib padariga la'nat. Shum qadam. Ey Xudo senga nima yozuvdim? Gunohim nima? Qo'rg'onga o't qayerdan o'tibdi? Shag'amdan o'tibdi, shag'amdan. Shag'amdan? Va jinni bo'lib qolibsan. Meni dargohimda shag'amga kun qoladimi? Toshkentdan olib kelib qo'ygan qator 40-panohlarim qayoqqa ketibdi? Kerosinni 1 yilga yetadigan qilib zapas qilib qo'ygan bo'lsam, O'ylab odamni qitib tashladingiz xo'jayin. Butun boshli o'likning arvohiga shag'am yoqmay panor yoqadimi? O'zingiz o'ylang, kelayotgan arvoh nimani shulasi bilan o'ynashadi? Axir kosaga suv qo'yib, ustiga olma shox qo'yiladi. Arvoh shoxga qo'nib damini oladi. Damini olgandan keyin pirpirab turgan shamning shulasi bilan o'ynashadi. Kim o'ldi? Kichkina o'g'lingiz buni boyvachcha. Cho'choni bolasini olaman deb terakka chiqqan ekan. Haligi yiqilib tushdi-yu. Dada! Deb jon Voy bolam! Voy bolam! Yoshgina gaplar degan. Otang o'lsin bolam! Qo'ydan! Otang o'lsin o'lmasmidi bolam? Voy bolam! Voy bolam! Nima gap? Otang o'lsin bolam! Tinchlikmi o'zi? Otang o'lsin bolam!